Bu videoda qanday qilib atigi 7 kun ichida haydovchilik guvohnomasini qo'lga kiritish haqida gaplashamiz. Videoga like bosib, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Pravani olish hozirgi kunda qiyin bo'lib ketdi, sababi imtihon markazidagi testlar qiyinlashib, kundan kunga yangi savollar qo'shilib bormoqda. Har bir imtihonda har xil savollar tushadi, lekin bu imtihondan tez va oson o'tishning yo'llari bor. Imtihonlardan qanday qilib oson o'tishning yo'llarini bizga ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan Ilhomjon Avtotest tushuntirib beradilar. Biz bu insonni Instagram orqali topdik. Instagramida 50 mingga yaqin obunachiga ega bo'lgan Avtotest instruktori hisoblanadilar. Ularning ish joyi Andijonda joylashgan ekan va biz bu joyga borishga qaror qildik. Xonalariga kirishimiz bilanoq imtihon atmosferasini his qildik. Ilhom akani o'zlari ham bizni yaxshi kayfiyatda kutib oldilar. Videoni ko'rishda davom eting, foydali maslahatlarni Ilhom akani o'zlari gapirib beradilar. Shal bir mikrofon taqib olasiz aka. Aka oldingizga kelyapmiz. 7 kun ichida o'zingiz prava olib beryapsiz ekan odamlarga. Shuni bir obunachilarimga tushuntirib bering. Prava olib bermayapmiz, lekin 7 kunda o'qitib, imtihonlarga tayyorgarlik ko'rsatib qo'yapmiz. Ha, o'zi siz bermayapsiz prava? Yo'q, prava berganmiz yo'q, prosta. Ko'pchilik tushunmayapti, prava beryapti, Ilhomjon Avtotest ashaga boraman deyapti-da. Yo'q, biz imtihonlarga o'sha imtihonda tushadigan savollar bo'yicha birga bir atmosfera, birga bir imtihon savollariga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa, natijalarimiz o'ta go'zal, zo'r. 7 kunlik yangi sistemaga o'tdik. 7 kunlik degani, agar siz o'zi o'quv dasturimiz 14 kundan iborat. Siz o'zingiz bilimingizga ishonsangiz, 7 kunda tayyorgarlik ko'rsangiz, 50% chegirma ham qo'yib qo'ydik. Ya'ni misol uyda o'zi tayyorgarlik ko'rgan, ozroq bilimiga ishonmayotganlar uchun bu sistemani qo'ydik. Natijalar zo'r. Bunda ham birinchi, ikkinchi, uchinchi g'oliblarimiz aniqlandi. Instagramga birma-bir qo'yib boryapmiz. Hop, o'zi o'tishi oddiy holat. Sabab oshib ketsa 350 ta savol bor. 350 ta savolni 1020 tadan oshiq variant qilib yuborishdi. O'sha variantlarni o'quvchilar chalg'ib qolib, imtihonda yiqilib qolishyapti-da. Ko'pchilik aytayapti, aka uzr gapingizni oldim. Ko'pchilik aytayapti, 1200 ta, 1300 ta, kerak bo'lsa 1,5 mingta savol ham bor deyapti. Ko'pchilik qo'rqib ketyapti-da. Ashuncha savolni men qanaqa qilib yodlab olaman deyapti. O'shanga qarab qanaqa bir nimadir life hacklar bormi yoki o'zingiz biladigan sohangizda sirlari bormi aka? Qanday o'rgatib olyapsiz 7 kunda? Bu bo'lishi mumkin emas narsada. Sirda ko'pchilik aytib bo'lmaydi, lekin siz uchun aytamiz. Hop, buni siri oddiy. Mana misol o'zimizni o'quv dasturimiz kunliklar bo'yicha mana 7 kunlik